Assalomu alaykum, Ziyodaxon opa, siz bo'lasizmi? Bilmayman. Salomatmisiz, yaxshimisiz? Bezovta qilib qo'ymadikmi sizni? Yo'q. Avvalambor bugungi qarshi olgan yoshingiz Allohimga suyukli banda, Rasulimizga chin ummat bo'lgan shukronalik ayyom tavallud kuningiz muborak bo'lsin. Rahmat. Allohim inom etgan har bir kuningiz fayz va barokatga to'la bo'lsin. Kaftingizni ochib so'ragan barcha ezgu niyatlaringizga, go'zal istaklaringizga Allohim sizni yetkazsin ilohim. Ayni damda tabriklar va qutlovlar loyihasi kutilmagan qo'ng'iroqlar dasturi orqali siz bilan muloqotda bo'lib turibmiz. Aynan bugun yaqin bir insoningiz sizga atalgan tabriknomalarni, go'zal dil-izhorlarni biz orqali sizga yetkazishni niyat qilgan ekanlar. Nima deb o'ylaysiz? Qay bir yaqin insoningiz bizni loyihamizga siz uchun tabriknomalarni yo'llagan bo'lishlari mumkin? Bilmadim, endi kim yozgan bilsa. Sizni yaxshi ko'rguvchi, ardoqlaguvchi, hurmat qilguvchi, jonidan ham ortiq ko'rguvchi qizingiz Dildoraxon va ularga qo'shimcha ravishda yaqinlaringiz ota-onangiz Zubaydaxon aya, Akmaljon ota, singillaringiz Munojotxon, Sabohatxonlar, ukalaringiz Saidjon va Zohidjonlar nomidan ajoyib tilaklarni qabul aylaysiz. Ijozat bersangiz, mana shu yaqinlaringiz tomonidan yo'llangan dil izhorlarini sizga yetkazib qo'ysam. Mayli. Assalomu alaykum, meni bu dunyodagi tanhoginam, jannatiy farishtam, bebahoyim, dunyolarning nuriga, jannatlarning huriga alishmagan yagonam, o'zimni onajonim. Sizni bugungi go'zal kuningiz, shukronalik, shodiyona ayyomingiz bilan chin qalbdan muborakbod etaman. Ilohim umringiz uzun, tanu joningiz sog' salomat bo'lsin. Sizni jonimdan-da ortiq yaxshi ko'raman. Meni suyanchig'im, dardkashim, sirdoshim, har doim yonimda turguvchi mehribonim o'zingiz siz onajon. Hayotimning ziyosi, mehribonim. Ilohim nurli ko'zlaringiz namni, mehribon yuzlaringiz g'amni ko'rmasin. Hayotimiz hamisha mana shunday baxtlarga lim-molim to'la bo'lsin. Garchi buni har doim ham ayta olmagan bo'lsam-da, doimo sizdagi mehribon onajonim borligidan faxrlanaman. Sizni bu dunyoda borligingiz eng katta baxtim, omadimdan darakdir. Qo'llarimni duoga ochib, Allohimdan siz uchun eng go'zal, eng chiroyli tilaklarni tilab qolaman. Inshaalloh hamisha bizlarni baxtimizga yaratgan Robbim sizni o'z panohida asrasin. Sizni judayam qattiq yaxshi ko'ramiz. Robbim bergan omonatim o'zingiz siz onajon. O'zingizni hamisha biz uchun ehtiyot qiling. Sizni yaxshi ko'ramiz. Rahmat. Qishlarni sindirgan ko'klam yoz bo'lay, dillarni xush etgan dilbar soz bo'lay. Men uchun dunyoda yagona inson onamning poyiga poyandoz bo'lay deya mana shunday chiroyli niyatlarni, tilaklarni siz uchun yo'llab qolibdilar. Ularga uzoq bo'lsin, meni baxtimga sog' salomat bo'lsin. Albatta biz ham mana shunday tilaklarga qo'shilgan holda bugungi ayyomingiz muborak bo'lsin yana bir bora deymiz va loyihamiz ijodkorlar tomonidan sizga atab qo'yilgan chiroyli taronani yo'llab qolamiz. Kuningiz xayrli o'tsin, salomat bo'ling. Davrada katta gavhar kim bu o'zi, xonzodalar chetga o'tsin. Oilada bunday maqom bitta o'zi, malikalar ham jim tursin. O'rnini hech kim bosolmas, uni hech alishib bo'lmas. O'rnini hech kim bosolmas, uni hech alishib bo'lmas. Qirolicha, bu mani onam bo'lar. Qirolicha, bu mani onam bo'lar. Mani faqat u bilar, mani borimcha ko'rar. Qirolicha, bu mani onam bo'lar. Qirolicha, bu mani onam bo'lar. Mani faqat u bilar,
mani borimcha ko'rar qirolicha, qirolicha, qirolicha. Yomon bo'lsam kerakman kimga o'zi, kimga o'zi. Do'stlarim chekkada tursin, menga o'tarkin qani kimning so'zi, kimning so'zi. Yorim ham indamay tursin, o'rningiz hech kim bosolmas, sizni hech alishib bo'lmas. O'rningiz hech kim bosolmas, sizni hech alishib bo'lmas. Qirolicha, bu mani onam bo'lar qirolicha, bu mani onam bo'lar, mani faqat u bilar, mani borimcha ko'rar qirolicha, qirolicha, qirolicha. Bu mani onam bo'lar qirolicha, bu mani onam bo'lar, mani faqat u bilar, mani borimcha ko'rar qirolicha, qirolicha, qirolicha.